kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying eng yangi qismlarni birinchi bo'lib ko'rish uchun. Qizil atirgul serialining 49 qismida voqealar yanada keskinlashadi. Go'zal hayotida yangi sahifa ochilmoqda. U endi Aziza bilan turmush qurishga qaror qiladi. Ammo bu qaror nafaqat uning o'zini, balki atrofdagilarni ham hayratda qoldiradi. Jasur bilan bo'lgan sevgi orzusi barbod bo'layotgan ko'rinadi, lekin ichki iztiroblar hali ham yashirin. Boshqa tomondan bir sir ochilish arafasida kimdir Go'zalga siz bilishingiz kerak bo'lgan haqiqat bor deb ogohlantiradi. Bu sir Go'zaldan bekitilgan bo'lib, u haqiqatni bilishga harakat qiladi. Bu orada Jasur ham undan kechirim so'raydi. Bilib-bilmay xafa qilgan bo'lsam, kechir deb chin dildan uzr so'raydi. Ammo bu uzr Go'zalga kechmi kelganmi? Bundan tashqari yana bir kuchli mojaro yuzaga keladi. Agar nimanidir bekitayotgan bo'lsangiz, bu dadamga xiyonat deb tushunaman degan jumlalar serialdagi hissiy bosimni oshiradi. Shuningdek, go'zallik salonini ochish haqidagi orzular ham voqealar rivojida alohida ahamiyat kasb etadi. Sevgi, xiyonat, kechirim va haqiqatni ochish orqasidan kelayotgan bu qism albatta tomoshabinlarni hayajonga soladi.